Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Hop, bugun chesa akalar 16-yanvar 2026-yilda video oldik. Sizlar uchun toza chivet izlagan insonlar bo'lsa, 3-qo'ringa tug'adi akalar. Mana toza chivet izlab yurgan akaxonlar uchun sotiladi akalar mana. Hop, 7,5 molli bo'g'oz, tishi 8 ta akalar. Bo'yi 1.40 atrofida. Toza chivet. Akalar mana, rangini qarang, toza chivet. Sotuvga chiqyapti akalar. Narxi akalar atiga 46 million kelishamiz. Mana xudo xolasa bo'g'oz akalar, mana toza qonli chivet akalar. Rangi ham boshqasi ham toza savayskiy chivet deydi buni. Toza mol akalar, so'sklar to'ttasi butun. Mana akalar, hammaga shunaqa mol boqish akalar nasib qilsin. Mana akalar, shunaqa bo'g'ozda kerak bo'lsa akalar, toza chivetda agar mana shunaqa bo'g'ozlar yaqinroq kerak bo'lsa akalar, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Shunaqa bo'g'ozlar akalar cheklanmagan miqdorda biz firmada bor akalar. Mol nihoyatda serob. Mana akalar, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Akalar, hammaga shunaqa mol nasib qilsin akalar.